Har safar pirojka tayyorlasam, ichlari pishmay qoladi. Ranglari ham bunaqa chiroyli chiqmaydi. Sousini-ku umuman bilmayman. Deyotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, ideal variantini o'rgataman. Idishga iliq sut, iliq suv, tuz, shakar, tuxum va drojani solib, yaxshilab aralashtirib, elangan unlarimizni oz-ozdan qo'shamiz. O'simlik yog'ini solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Xamirlarni 1 soatga oshirganni jo'natamiz. Ko'rganinglardek oshirma xamir ideal chiqdi. Endi bo'lsa bularni teng bo'laklarga bo'lamiz. Pirojkini ichiga men elif tushonkalaridan ham soldim. Tovuq go'shtini mazasi yoqqani uchun pyureni ustiga qo'yib chiqdim. Bu usulda tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqib qoladi. Pirojkilarni videoda ko'rsatilgandek tugamiz va yarim soat tindirib, qizib turgan ko'proq yog'ga solamiz. Ustidan yog'larini sepib tursak, do'mboqqina bo'lib pishadi. Asosiy sirlaridan biri ham aynan shunda. Endi sizda pirojkini 100% ishonchli retsepti bor. Oila a'zolaringizni xursand qilib, albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, sahifamga obuna bo'ling.